Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan number metodlar haqida ko'rib o'tamiz. Xo'p. Numberlarni bilamiz, number type'dagi elementlarni bilamiz, value'larni. Keling endi o'sha numberlarni metodlarini ko'rib o'tamiz. Bu yoqda birinchi metod, eng ko'p qo'llanilgan metodlarni olganmiz. toFixed metodi. Mana toFixed metodi. Bu metod sonni berilgan kasr qismlarini aniqligi bo'yicha formatlaydi va satrni qaytaradi deyapti. Keling misol tariqasida aniq ko'rib olamiz. Xo'p, bizga misol uchun number teng 123.100 dan 45.678 degan qiymat kelyapti. Xo'p, bu qiymat xunuk ko'rinishi mumkin, ko'zga noqulay ko'rinishi mumkin. Keling, mana shuni bor yo'g'i ikkitasi, ya'ni mana bu yoqdan yaxlitlab qo'yib 46 chiqarib qo'yaylik deyishimiz mumkin. Uning uchun biz toFixed metodini olamiz. Number toFixed bu yoqda 123.46 degan value qaytaryapti. Xo'p, keyingi misolni ko'radigan bo'lsak, number toFixed 0 deydigan bo'lsak, hech qanaqa o'nli kasr sonlari orqasidan kelmaydi, shunchaki butun sonda o'zi qolyapti. Xo'p, qani ishlatib ko'ramiz. Buning uchun bizga not main.js desak ham bo'ladi. Mana xuddi o'sha sonlar chiqib keldi. Demak, toFixedni tushunib oldingiz degan umiddaman. Keyingi elementimiz toString. toString esa number sonlarini string ko'rinishidagi sonlarga o'girib beradi. Misol uchun, mana bu yerda 255 soni bor. console.log number toString 255 deydigan bo'lsak, 255 soni stringdagi 255 soniga o'zgarib qoldi. 16 ni ko'radigan bo'lsak, 16 ham toString soniga o'zgarib qolishini ko'rishingiz mumkin. Mana. Xo'p. Va bu yerda ichiga agar raqam qo'yadigan bo'lsak, 16 lik sanoq tizimida qanaqa bo'lishini ko'rsatyapti ekan raqamlarni. Bu esa 2 lik sanoq tizimida qanaqa bo'lishini ham ko'rsatar ekan toString. Xo'p, menimcha bu ikkalasi unchalik ko'p ishlatilmaydi, lekin mana bu narsa juda ham kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi isNone. Qiymat son emasligini tekshiradi. Agar son bo'ladigan bo'lsa, false qaytarar ekan, agar son bo'lmasa, true qaytarar ekan. Ya'ni none degani o'zi not a number degan so'zdan olingan, ya'ni number emas degan ma'noni anglatadi. Number emas. Xo'p, buni qaytadan yopib qo'yaylik. Mana. Xo'p, buni ochamiz. console.log endi bu yerda number bizga raqam qaytaradi o'zi. Numberda o'zi number is none. Xo'p. 123. Ya'ni bu false qaytaryapti hozir. Mana ko'rishingiz mumkin. False, bunisi true, bunisi esa yana false qaytaryapti. Ya'ni mana bu isNone qachon false qaytaradi? Qachonki mana bu yerning ichida number bo'lmasa, hattoki stringdagi number ham bu false qaytarar ekan. isNone ya'ni not a number mi degan ma'noda, ya'ni raqam emasmi deyapti. Mana bu ichidagi narsa raqam bo'lsa, demak false bo'ladi, raqam emasmi? Bu yoqda raqam emas, ya'ni not a number raqam emas. Yoki keling buni none o'rniga pastga yozaylik. Mana buni o'rniga qanaqadir string so'z yozib ko'ramiz. String deylik. Qani uchinchisini ko'ramiz nima chiqishini. Mana false kelyapti baribir. Xo'p. Menimcha mana bu number kerak emas edi. Menimcha shu sal yanglish bo'lgan chog'i number. Mayli, turaversin. Keyin to'g'rilaymiz. Xo'p, menimcha isNone ham tushundingiz deb o'ylayman. Keyingisi parse float.
Parse float string ichidagi raqamlarni suzuvchi son sifatida o'qiydi. Parse float string ichidagi raqamlarni suzuvchi son sifatida o'qiydi. Keling, misol bilan ko'ramiz. Bu yoqda console.log number parse float 125.45 piksel, bu yoqda 123.45. Ya'ni agar string ichidagi raqamlarni o'zini alohida olvolar ekan, mana piksel so'zi chiqyapti-dagi, bizga raqamni o'zi qaytib kelyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda esa nan qaytyapti. 123 ni esa ajratib ola olmadi nimagadir. Menimcha so'z oldinda kelgani uchun bo'lsa kerak. Keling, mana shuni kesib olamiz-dagi. Mana bu yerga qo'yamiz. Mana endi oldi. Boya ola olmagan edi. Qaytarib ko'ramiz. Mana nam chiqdi. Demak, raqamdan keyin keladigan stringni bu ajratib ola oladi, ammo string undan oldin kelgan bo'lsa, bu ajrata olmay qolar ekan. Xo'p, yaxshi. Parse int string ichidagi raqamlarni butun son sifatida o'qiydi. Xo'p, string ichidagi raqamlarni butun son sifatida o'qiydi. Xo'p, parse int 123 145, bizda mana 123 qaytyapti. Bunisida esa 255 qaytyapti. Bu mana bu kodni 16 talikka o'g'irib qo'yapti, menimcha 16 talik. Sanoq sistemasida adashmasam. Xo'p, menimcha bo'ldi. Shu unaqa. Men yuzaki ma'lumot berib o'tdim, to'g'risi. Unchalik ham ko'p ishlatmaymiz. Loyihalarda asosan to fixed number yoki mana bu oddiygina parse floatlar ko'p ishlatiladi. Xo'p, mana shularni ham bilib qo'yganingiz yaxshi.